Leksiyimizde devam hürmetlik vatandaş. Bugünkü İslah 2023 yıl 8. ayının 28. günü haftaga Düşenbe. Yukarıki leksiyimizden devamı. Her iki leksiye bir günde ilan kılıngan iki parça leksiye. Bunu da mezmunladı perkva vatandaş. Bunu çok anlayımız sana. Mazamında Xi Jinping'in devleti qaytqanida bevosita Şinjan'a uçup geldi. Ve kişilerin kıyas birazlarını qo'zg'adi. Beijing'nin xatarlik ekanligidan qo'rqdi bo'lg'ay. Mavzuli xabar 8 ayının 26 günü yeni tanglıqlar tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Janubiy Afrikada echilgan 6-5 davlat yig'ini oxirlashgandan keyin Xi Jinping Beijing'e qaytmay bevosita Şinjan'a uçup kelib xizmatlarni ko'zdan kechirdi. Xi Jinping vazifega o'tirgan kundan boshlab yoshirin suiqasdga uchrash ko'langisidan qutula olmadi. Bu qatam Janubiy Afrikada tasodifiy yuz bergan voqea bexatarlik masalasiga berib taqaldi. Mutaxassislar bunda tahlil qildi. Xi Jinping Beijing xatarlik deb ansirdi. Bexatarlik xizmatlari o'rinlashtirilgandan keyin ondan qaytib ketmoqchi bo'ldi. Neden? Janubiy Afrika'da mı yoki Şinjan'da mı? Beijing'de bexatarlik tedbirleri o'rinlashtirilgandan keyin ondan qaytib ketmoqchi bo'ldi. Bu xabardan anlash, lekin bu amaliy jarayon emas vatandoshlar. Bu yerda bir ish bor. Kichik mavzu Xi Jinping'ning Janubiy Afrikadan bevosita Şinjan'a uchib berishi diqqat qo'zg'adi. Jungo Kompartiyasi Xinhua agentligi bunday xabar qildi. Xi Jinping 8 ayının 26 günü Ürümçi'de əməldarlarının xizmət dokulatını anladı. O Xi Jinping dokulat anlaş yığınında muqamlıq degen bu ibarını cəmi 8 qatım təkrarladı. İctimai muqamlıqni qoğdaşlı mühim orunğa qoyuşni talab qildi. Hem de zo'ravonlar qarıştırış ve bölgünçülükə qarıştırış görüşünü yolga qo'yish xizmatini yuqori xizmat bilan birlashtirishni talab qildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy komitet ishxonasining mudiri Saychi diqqatga Tashqi ishlar Jungo Tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi, Markaziy komitet birlik shart bo'limining ministri Shi Taifeng, Merkez Komite Teşkilat Bölüm Başlığı Li Ganji, Merkezi Harbiy İşlar Komiteti'nin muavin reisi Xavi Dong, Jungo Devlet Mahkemesi'nin muavin veziri Xalifeng, Jungo Kompartiyasi Merkezi Siyasi Kanun Komiteti'nin sekreteri Chen Binchen, Jungo Cemaat Xavfsizligi Ministerligi'nin ministri Wang Xiaohuang. Gördünüz mü? Qatarlıq devlet rəhbərləri Şinjan'da, yani müstəmlik Uyguristan'da Xi Jinping bilen dokulat anlaş yığınına birlikte qatnaşdı. Xabarda mındaq görüstüldü. Şu yer vaxtı 8 ayının 24 gün keçdi Xi Jinping Janubiy Afrikadan devleti qaytdı. Saychi, Wang Yi qatarlıq rəhbərlər şu aeroplanda Xi Jinping bilan birga qaytib keldi. Vaqt jihatdan qaraganda Xi Jinping qatarlıq davlat rəhbərləri bevosita Beijing'e qaytmay, balki bevosita Şinjan Ürümçi shahriga yetib keldi. Diqqat vatandosh. Bevosita Beijing'e qaytmay, bevosita Şinjan Ürümçi shahriga yetib keldi. Səfərini mundaq o'rinlashtirish tashqari dunyoda qiyos va farazlarni qo'zg'adi. Tashqari dunyoda səfərini mundaq o'rinlashtirish tashqari dunyoda qiyos va farazlarni qo'zg'adi. Amerikada yaşaydigan iqlim masalaları obzorchi Tang Jungyuan mundaq ko'rsatdi. Bu qatam
Xi Jinpingning davlatga qaytib kelishi de avval Beijingga yetib kelmay, balki bevosita Şinjanga uchib kelishi seferni mundaq o'rinlashtirish intayin g'ayri bir ishdir. Tang Jingyanni gapirjimi obzorchi, hammasilari obzorchisi. Seferni bundaq o'rinlashtirish intayin g'ayri bir ishdir. Chunki navbati Şinjanda hech qandaq muhim bir ish yo'q. Aksicha, Jungo davlati ichida iqtisod gumron bo'lishdan iborat krizisga duch keldi. Obzorda Tang Jingyan mundaq hisobladi. Xi Jinping Beijingga qaytib, darhol iqtisodiy krizis ve Yaponiya Jungo o'rtasida ko'tarilgan diplomatik majrolarga taqobil turmay, aksicha Iroqdagi Şinjanga uchib kelib, muqimlik ve bo'lgunchilikka qarshi hadab notoq so'zlishi, bundaq g'alati bir o'rinlashtirish nəhayət eniq ki, bu iş Cənubi Afrikada Xi Jinping'nin tuyuqsuz g'ayib bo'lib ketib, yig'inga qatnaşmağanlığı bilan bevosita münasibətlikdir. Şandingizmi, vatandaşlar? Tang Jingyan davatida bundaq g'alati bir o'rinlashtirish, ya'ni Şinjanga bevosita uchib berish, o'rinlashtirish nəhayət eniq ki, bu iş Cənubi Afrikada Xi Jinping'nin tuyuqsuz g'ayib bo'lib ketib, yig'inga qatnaşmağanlığı bilan bevosita münasibətlikdir. Nimdeymiz vatandaş? Ala şəhərini deyimiz. Baş nim degan toq? Zörüriyet. Tarihi zörüriyet. Zamanның zörüriyeti. Vaziyetning qislishi ve zörüriyeti. Siz bu qatim usulmuş şekilde Reis Xi Jinping Şinjan Müstemlik Uyg'uristonga keldiniz, xizmatlarni o'rinlashtırdınız. Shunaqmi ya? Bevosita munosabatlikdir. Xi Jinping yaqinda Janubiy Afrikani ziyorat qildi. Bu onun bu yil ikkinchi qatim chet elga ziyoratga chiqishi edi. Lekin nozuk bir tarafi shu bo'ldiki, u aslida Janubiy Afrikada Altın Kesak 5 davlatning intayin muhim yig'ini, savdo sanoat munbiri yig'iniga qatnashib, nutuq so'zlamoqchi bo'lgan edi. Lekin tuyuqsiz yig'in qatnasha olmadi. Xi Jinpingning o'rniga Jungoning savdo ministri Wang Wentao qatnashib, originalni o'qib berdi. Bu ishdan xalqaro matbuotlar cho'chib ketdi. Tang Jingyan mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping Janubiy Afrikada savdo yig'ini tuyuqsiz qatnashmadi. Bu ish Jungo Kompartiyasi uchun va Xi Jinping uchun aytgandimi, intayin eg'ir vaqa bo'lib hisoblanadi. Xi Jinpingning yoki salomatligidan eg'ir chataq chiqqan bo'ladi, yoki Xi Jinping nayta eg'ir siyosiy vaqaga yo'liqqan bo'ladi. Mayli qandaq bo'lishdan qat'iy nazar, Jungodan iborat mustabid siyosiy tuzum uchun aytganda, bu ish intayin eg'ir salbiy ta'sir berdi. Tang Jingyan mundaq hisobladi. Shuningdan keyin Xi Jinping normal bir ahvolda Altın Kesak 5 davlat yig'iniga davomli qatnashganligidan qaraganda, shu voqeadan keyin 5 davlat Altın Kesak yig'iniga qatnashganligidan, davomli qatnashganligidan qaraganda, Xi Jinping garchi horg'in chiroy ko'rinsimi, lekin uning salomatligida masala yo'q edi. Shunga zo'r darajadagi bir mumkinlik shuki, Xi Jinping siyosiy jihatda tuyuqsiz bir voqeaga yo'liqdi. Shunaqmi? Endi davomli muhokamadan anlaysiz. Bu xabarlar uzun bo'lib ketdi. Bir original ortiq qo'shildi, kechiringlar. Bu siz uchun, biz uchun bugungi dunyoning yoki Uyg'urning taqdiriga munosabatli jiddiy vaziyatga munosabatli xabar bo'lg'achqa uzrab ketdi, meni kechiringlar vatandoshlar.